Bepushtlik kimga bog'liq? Ayolgami yoki erkakkami? Xalqimiz orasida bir necha yillardan beri noto'g'ri tushuncha bor, ya'ni ayni bepushtlik masalasida ayolni ayblashadi. Ayol homilador bo'lmayapti, ayol unday, ayol bunday. Lekin aslida bepushtlik masalasida Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti o'rganib chiqqan statistik ma'lumotga ko'ra 40% holatlarda erkakka bog'liq, 40% holatlarda ayolga bog'liq. Qolgan 20% holatda esa ikkalasiga ham bog'liq bo'ladi. Erkakka bog'liqligi qanday? Erkakdagi urug' hujayralar, ya'ni spermatozoidlarni yaxshi yetilmasligi, ularni sifati past bo'lishi, ular o'lik bo'lishi, ularni harakati sust yoki harakatsiz bo'lishi, bir-biriga yopishib qolgan bo'lishi yoki moyaklarning yaxshi rivojlanmaganligi yoki boshqa jinsiy a'zolarning kasalliklari tufayli. Ayol kishiga bog'liq tarafi esa ayollarda follikullar yaxshi yetishmasligi, tuxumdondagi muammolar, bachadon bo'yni yoki bachadon naylaridagi muammolar bo'lishi mumkin. Qolgan 20% holatlarda bir vaqtning o'zida ikkalasida ham kasallik uchrashi mumkin yoki ikkalasi ham sog'lom bo'lib turib, noaniq sababga ko'ra, ya'ni idiopatik bepushtlik kelib chiqishi mumkin. Bunday holatlarda ayb kimdaligini qidirib vaqt o'tkazmasdan ikkalasi ham, ayol kishi ham, erkak kishi ham mutaxassisni maslahatini olishi va kerakli tahlillarni topshirishi lozim. So'ngra muammo nimadaligini o'rganib chiqilgandan so'ng kerakli muolaja, kerakli davo usullari qo'llaniladi. Bepushtlikning eng asosiy sababi ayollarda deb o'ylab yurganlarga shu videoni jo'natib